Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev o't ochishni to'xtatishga tayyorligini aytdi. Bu haqida davlat rahbari o'zining Telegram kanalida yozdi. Ukraina yetarli muddatga to'liq va so'zsiz o't ochishni to'xtatishga tayyor. Bu tinchlikka birinchi qadam bo'lishi kerak. Bu borada bizni qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorlik bildiramiz deb yozgan Zelenskiy. Ukraina rahbarining so'zlariga ko'ra, u yaqinda Lyuksemburg tashqi ishlar vaziri va mamlakat mudofaa vaziri bilan uchrashgan. Zelenskiy Kiyevga harbiy yordam ko'rsatgani va energetika sohasini qo'llab-quvvatlagani uchun ularga minnatdorlik bildirgan. Tomonlar shuningdek, mustahkam tinchlikka erishish uchun diplomatik sa'y-harakatlarni muhokama qilgan. Bundan tashqari Ukraina prezidenti Kiyevning ittifoqchilarini Moskva muzokaralar stoliga o'tirishi uchun Rossiyaga bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya 50 kundan ortiq vaqt davomida Amerikaning o't ochishni to'xtatish haqidagi taklifini e'tiborsiz qoldirgan va Ukrainaning tegishli tashabbuslarini rad etgan. Shuning uchun diplomatik sa'y-harakatlarni kuchaytirish kerak. Biz Rossiyaga og'zini yopish va muzokara boshlash uchun bosim o'tkazishda davom etishimiz kerak. Sanksiyalar qanchalik samarali bo'lsa, Rossiya urushni tugatish uchun shunchalik ko'p rag'batlarga ega bo'ladi, dedi Zelenskiy.